iPhone o'zi bilmagan holda o'z foydalanuvchilarini aldab kelyapti. Simsiz quvvatlash iPhone'ning eski modellarida ham bormidi? iPhone'ning kelajakdagi dizayni qanaqa bo'ladi va qo'limizdagi iPhone 3 va 16 Pro'ning qanchalik farqi bor? Wow! Ikkalasini o'zaro solishtirib ko'ramiz. Wow! Bugun dasturimizda shu savollarga javob topasiz. O'rtoqlar, bilasizlarmi, qo'limizdagi qurilmalar bizning jamiyatdagi o'rnimizni belgilab beradigan detallardan bittasiga aylanib bo'lgan. Deylik, bitta qiz va yigit uchrashyapti. Agar yigitning qo'lida iPhone bo'ladigan bo'lsa, plus 1000 euro. Brat, o'ntur! Max Pro Max bo'lsa. Agarda uni mashinasi ham bo'ladigan bo'lsa, plus 10000 euro. Agarda uni uy joyi, hamma narsasi ta'minlangan bo'ladigan bo'lsa, plus 100000 euro va qiz roziligi qo'shib beriladi. Hozirgi paytdagi zoomer qizlar bo'lsa, Android tutadigan bolalardan uzoqroq yurib, ko'proq iPhone tutadigan bolalar bilan gaplashayotgan ekan. Lekin stop. Qanaqa qilib mana mamlakat oddiy qurilma insonni darajasini hal qilyapti? iPhone, Samsung. Tushunib turganingizdek, bugun sizlar bilan birgalikda Apple'ning eng katta loyihasi bo'lmuş iPhone'ning evolyutsiyasi haqida gaplashamiz. Bizning sahifaga obuna bo'lib qo'ying. Juda ham zo'r informatsiyalarni biz doim sizlarga berib boramiz. Qani ketdik. Hammaga salom, bu Abdullajon. Kelinglar o'rtoqlar, ko'rsatuvni boshida sizlarga bitta savol beraman. Apple'ning birinchi qurilmasi nechinchi yil chiqqan deb o'ylaysiz? 2005 yo 2003 yoki undan ham oldinroq 2000-chi yoki 98-yilda Matrica filmi aynan o'sha paytda chiqqan edi. O'sha payt moda bo'lgan edi, to'g'rimi? Yo'q o'rtoqlar, 2007-yilda Steve Jobs janoblari o'zlarini birinchi iPhone'larini ko'rsatganlar. 2007. Men juda ham oldin deb o'ylardim. 2007-yil 9-yanvar sanasida Steve Jobs iPhone 2G qurilmasini e'lon qilib bergan. Bu paytda smartfonlar bozorini tugmachali qurilmalar egallab olgan edi. Lekin Steve aka turib mana sanlarga deb bor yo'g'i 3 ta dona knopkadan tashkil topgan o'zlarini iPhone 2G nomli qurilmalarini hammaga ko'rsatadilar. iPhone. Today iPhone 2G gacha aslida sensorli ixtiro qilingan bo'lsa ham, lekin iPhone'dagi qulay touchpad hali bozorda yo'q edi. Steve Jobs o'sha davrda telefon, iPod va internetga kirish uchun qurilmani bitta joyga jamlagan. Bir nechta imkoniyatlarni bitta joyga sig'dirgani uchun iPhone juda ham katta olamshumul ish qilgan deb tan olingan. Bor yo'g'i internetga kira olish 2G tezlikda bu hozirgi bilan solishtirganda juda ham past, juda ham sekin. Lekin hamma unga wow degan. Qurilmani boshqa qulayliklari ham bor edi. Uni korobkasida smartfon, instruksiya, quloqchinlar, quvvatlash bloki va kabel bo'lgan. Hozir esa shunchaki kabel bor xolos. Lekin bilasizlarmi, iPhone 2G o'zining nomida 2 raqami bor bo'lgani uchun qaysidir ma'noda ikkinchi versiya ekanligini bildirib turganga o'xshaydi. Agar xuddi shu teoriyaga ishonadigan bo'lsak, iPhone 2G bu iPhone'ning aslida ikkinchi versiyasi hisoblanadi. Demak, qo'limizdagi mana bu iPhone 16 aslida iPhone 14, chunki o'rtada iPhone 9 ham chiqmagan. Sizlar bu haqida nima deb o'ylaysizlar? Ma'lumot uchun iPhone 2G ni hali korobkadan ochilmagan, yangi tandirdan uzilgandek versiyalari internetda bor. Uni narxi esa $40,000. Lekin bu pulga biz nimalar qila olishimizni shundoqqina o'ylab ko'rdik-da, yaxshisi bu ishni qilmaganimiz yaxshiroq deb qaror qabul qildik. Lekin undan keyingi versiyadagi qurilma bizda bor. Bu iPhone 3G. Buni yonishini o'zini ko'ringlar. the iPhone 3G. Aynan iPhone 3G da gorizontal ishlash imkoniyati paydo bo'lgan va aynan unda yozilayotgan matnni butunlay ko'chirib olish imkoniyati va boshqa joyga joylash xususiyati bo'lgan. Hozir siz uchun juda ham oddiy tuyulgan bu narsalar aslida olamshumul yangilik bo'lgan, tushunasizmi? Kalkulyator va biz o'rgangan standart quloqchinlar uchun joy aynan iPhone 3G da paydo bo'lgan. Bizdagi uzun quloq ma'lumotlarga ko'ra iPhone 3G ning birinchi versiyalarida video olish imkoniyati bo'lmagan, lekin bizning qo'limizda bor. Undan tashqari ushbu qurilmada frontal kamera haqida gapirmasangiz ham bo'ladi. Bu shunchaki yaxshi rasmga olgan, qanchalik buni ham yaxshi rasmga olgan desa bo'ladi. O'zingizlar ko'rishingiz mumkin. iPhone 4 da bo'lsa selfie kamera bor edi. Ya'ni butun dunyoni larzaga solgan bu yangilik chiqqaniga 14 yildan oshdi. Dunyoni shok holatiga tushirgan selfie kamera ham aynan iPhone 4 da 14 yil oldin paydo bo'lgan. Bunga menimcha hech kim ishonmasa kerak. Eng kulgili tomonini aytaymi?
aynan iPhone 4 dan boshlab Apple Store, ya'ni App Store ishga tushgan. Ungacha iPhone 3G yoki 2G da ortiqcha, ya'ni tashqaridan ilova yuklab olish imkoniyati bo'lmagan. Qiziqarli tomoni, bu qurilmaga hozirgacha Instagram tushadi, Telegram tushadi, bemalol undan foydalanib ko'rsangiz bo'ladi va eng qizig'i TikTok ham bor ekan, lekin TikTok eski serverlar asosida ishlaydi. Ya'ni unga kiradigan bo'lsangiz, login qilib kiradigan bo'lsangiz, TikTok sizga javob bermaydi. Ya'ni siz bilan birgalikda ishlamaydi, chunki u serverlar allaqachon o'chirib qo'yilgan. Agarda bironta jiyaningiz, ukangiz juda ham ko'p TikTok ko'rib, miyangizni achitib olgan bo'lsa, iPhone 4 unga olib bering va u hech qachon TikTokka kira olmaydi. Shaxsan o'zim bu qurilmadan 5 daqiqa foydalanib o'tirdim, keyin esa qo'limga 14 Pro olsam, aslida hajmi kichkina bo'lgan telefonim shunaqa katta ko'rinib ketdi. Mana o'zingizlar farqini ko'ringlar. Qo'limdagi qurilmaning nomi bo'lsa iPhone 5. Hozirgi bolalarning asosiy legendarniy mashinasi Gentra bo'ladigan bo'lsa, Gentraga idealni tushadigan legendarniy telefon bu iPhone 5 hisoblanadi. Dizayni juda ham noodatiy bo'lgan qurilma hammani lol qoldirgan. Kamerasi bo'yicha ham aynan shu modeldan boshlab iPhone eng yaxshi kameralar qatoriga qo'shilgan deyish mumkin. Qiziqarli tomoni shundaki, bu telefonni fanatlari oramizda hali ham bor. Misol uchun, siz ham shu narsani ko'rib turib, bitta bo'lsa tutib yuborardim deyishingiz mumkin. Xo'sh, aslida bu qurilmani olib ishlatib yurishga arziydimi? Deylik, sizga arzon, lekin juda ham qulay bo'lgan, yaxshi ishlaydigan qurilma kerak bo'lsa, siz arzonga smartfon qidirayotgan bo'lsangiz, iPhone 5 juda ham yaxshi qurilma. Ya'ni demoqchimanki, bu qurilma aloga juda ham zo'r ishlaydi yoki siz shunchaki Apple fanati bo'ladigan bo'lsangiz va buni suvenir sifatida olib qo'ymoqchi bo'lsangiz, bu ideal variant. Lekin siz doimiy ishlatib yurishga bu qurilmani olmoqchi bo'lsangiz, sizdan uzr so'rayman. Bundan ko'ra Android olganingiz yaxshiroq. Nimaga? Chunki bunga allaqachon iOS o'zini yengilliklarini kiritmay qo'ygan. Ya'ni bu orqali katta ishlarni amalga oshira olmaysiz. Asosan alo yoki Instagramda o'zimga like bosib qo'yish, bu narsa qilib SMSlar yozish, shuni o'zi xolos. Undan tashqari batareykasini yo'mkisida baland bo'lgan, ya'ni 100% bo'lgan iPhone 5 ni topish bu juda ham mushkul masala. Siz iPhone 5 tutadigan bo'lsangiz, oldingizda har doim power bank olib yurishga majbur bo'lasiz. Ma'lumotlarni to'liq ochiqlab tashab, iPhone'ning aynan 5-versiyasini tanqid qilib tashlash niyatim yo'q, lekin xohlasanglar sizlar uchun men bir kunimni iPhone 5 modeli bilan o'tkazib ko'raman. Sizlardan shunchaki like yoki kommentariyada o'zingizlarning fikrlaringizni yozib qoldiringlar. Davay bosing 5 bilan eksperiment etsanglar, men shu ishni amalga oshirib beraman. Ro'ppa-rosa 10 yil oldin esa xuddi mana bunaqa ko'rinishdagi qurilmani Apple hammaga taqdim qilgan. Bu qaysi model? Qaysi model topinglar? iPhone 6. Ma'lumot uchun bu iPhone'ning birinchi eng katta smartfonlardan biri hisoblanadi. Qurilma shu yo'l bilan o'zini eski dizayniga, ya'ni yapaloq korpuslariga qaytgan. Avvaliga uncha mensilmagan smartfon Apple gadjetlarining bestsellerlari qatorida turadi. Ma'lumotlarga ko'ra, qurilma sotuvga qo'yilgan yilning o'zida 220 milliondan ortiq sotilgan. U qanchalik ko'p sotilgan bo'lmasin, o'rtoqlar, iPhone 6 ni bitta juda ham salbiy tomoni bor edi. iPhone'ning bu modeli juda ham nozik qilib ishlangan va uni shunchaki cho'ntagingizga solib yurganingizda ham korpusi qiyshayib qolish holatlari juda ham ko'p kuzatilgan. Lekin bilasizlarmi, o'rtoqlar, Apple'ni haqiqiy kaprizlar ko'rinishi boshlagan telefon bu iPhone 7 hisoblanadi. Ular nima qilishgan? Gap shundaki, qurilmaning shu paytgacha bo'lgan modellarda naushnik tiqish uchun joylar bo'lgan. Lekin bu safar ular bu joylarni umuman olib tashlashgan. Lekin nega degan savol sizning miyangizga shu zahoti keladi. Gap shundaki, iPhone 7 bilan bir yilda Apple kompaniyasi o'zini AirPods'larni hammaga taqdim qildi. AirPods'da o'sha hammamiz bilgan simsiz Bluetooth orqali ishlaydigan qurilmalar. Va iPhone 7 olmoqchimisan? Пожалуйста. Bizda eski naushnik tiqish uchun hech qanaqa teshik yo'q. Bluetoothli AirPods'lar sotib ol, bemalol deb ochiqchasiga xuddi shu narsani targ'ib qilishgan. Agarda vaziyatga anchagina yengilroq qaraydigan bo'lsangiz, Steve Jobs har doim minimalizmni yaxshi ko'rgan, ya'ni iPhone 2G da ham, 3G da ham hamma narsa minimalistik turishni xohlagan, balki iPhone 7 da ham xuddi shu narsani xohlashgandir deb yaxshi gumonga borsangiz bo'ladi. Lekin men bu ma'lumotlarni o'qib bunaqa fikrlagim kelmadi. Ular rostdan o'zini produktini ko'proq sotish xohlaydi va kompaniya sifatida to'g'ri ish ham qiladi. Bu yerda boshqacha marketing ham bormi, bilasizmi? Siz uje mamnaq ko'tarib yurgisi kelmaydi o'zi. Bu demak eski modelni tutar ekan degan buni negada. Bular bir safar yana bundoq qiladi, keyin вообще keyin buni qachondir bu yoqqa ko'chirib qo'yadi просто tak. Shunaqa yuraverishadi bu chista marketing ishlar. Chunki odamlar orasida borda, sanda eski modelmi, desa yangisini olib. Lekin bilasizlarmi, bugungi syomka uchun tayyorlangan qurilmalar orasida meni eng lol qoldirgan qurilma bu iPhone 8 bo'ldi. Nimaga? Nima uchun iPhone 8 meni lol qoldirdi? O'rtoqlar, qaranglar. Mana o'zimning telefonim bor.
Bu iPhone 14 Pro. Men buni deyarli 2 yildan beri tutyapman. Va buni yo'nkisi 87 yoki 88. Bundan ozgina past yoki balandroq bo'lishi mumkin. 2 yillik telefon 88 yomk. Da, men bundan stories qo'yishda yoki ba'zi syomkalarda soatlab turib berish mumkin. Men bundan juda ham aktiv foydalanaman. Lekin mana bu qurilma chiqqaniga bilasizmi qancha bo'lgan? 6-8 yil. Lekin buni yo'nkisi 90. iPhone 8 yo'nkisi 90. Uni dizayni borasida yangilik eng bombasi bo'lgan. Apple aynan shu qurilmasidan boshlab smartfonlarga shisha qoplama taqqan va bu ayollarni tamom qilgan deyish mumkin. Shu yoshi 30 dan oshgan erkaklar esinglarda, shunda ayollar yoki qaysi qiz zo'rayman desanglar, shu iPhone'dan olib bering deb sizdan rosa so'rashardi. To'g'rimi? Apple bu qurilma bilan birgalikda yana ikkita smartfonni taqdim qilgan va bu Apple uchun haqiqiy rekord daraja edi. Bu iPhone 8 va 8 Plus hamda iPhone X. Odamlar o'sha payt Apple iPhone 8 va 8 Plus ga qo'shib yangi versiyasini bittada bir yilni o'zida ikkita versiyasini berib yuboradi deb o'ylagan. Apple rostdan ham shunaqa qilgan, lekin shundoqni 9-versiyani olib tashlab, shunchaki iPhone X hammaga prezentatsiya qilgan. Aynan iPhone X 1000 AQSh dollaridan baholangan birinchi qurilma hisoblanadi. Lekin bu qurilma haqiqiy kelajak qurilmasi edi. Shu kungacha ko'plab iPhonechilar qo'lni izlari bo'yicha qurilmalarni ochishardi. Lekin bu haqiqiy wow yangilik bo'lgan deyish mumkin. Smartfon hozirgi kungacha ko'plab katta o'yinlarni ko'tara oladigan darajadagi kuchli protsessorga ega. Kamerasi ham ajoyib, lekin unda shirik obyektiv yo'q. Lekin yana yuqoridagiga o'xshash ma'lumot beradigan bo'lsak, agarda siz iPhone X olish va Android qurilma olish o'rtasida turadigan bo'lsangiz, siz iPhone X olganingiz ma'qulroq. Agar u yangi bo'lsa. Apple kompaniyasi 2019-yilda hattoki hozirgi kunda ham eng zo'r va arzon bo'lgan iPhone qurilmasi deya tan oluvchi iPhone 11, qo'limdagi esa iPhone 11 Pro modelini hammaga taqdim qilgan. Apple aynan 11-model bilan nimalarni ko'rsatdi? Dizaynda noodatiy o'zgarish qildi. Bu o'sha mashhur 3 tali kamera va Pro degan model chiqarish. Bungacha bironta iPhone qurilmasida yoki boshqa Androidchilarda Pro degan so'z bo'lmagan. Aynan shu qurilmadan keyin Pro so'zi paydo bo'lgan va hozirda ko'pgina Xitoy mashinalarida ham Pro degan modellar bor. Va mendagi uzun quloq ma'lumotlarga ko'ra, aynan iPhone 11 Pro modeli bilan kino va kliplar ham tasvirga olishgan. O'rtoqlar, kechagidek esimda. Toshkentning issiq kunlaridan bittasida o'sha mashhur texnika sotadigan do'konga borib, qo'limga xuddi mana shunaqa ko'rinishdagi, xuddi shunaqa rangdagi iPhone 12 Pro ni xarid qilganman. Aynan mana shu qurilmadan boshlab Apple o'z foydalanuvchilarini aldashni boshlagan. Qanday qilib? Juda ham mistik kechtirib ketdi, lekin men sizlarga hozir gapimni isbotlab beraman. Mana bu qo'limdagi iPhone 11 Pro modeli. Dizaynini yapaloqligini ko'rishimiz mumkin va xuddi shunaqa dizaynni biz Apple ilgari ko'rganmiz. Masalan, iPhone'ni 3G versiyasida ko'ryapsizlar. Ikkalasi ham yapaloq, juda ham bir-biriga o'xshash. Keyin esa iPhone 4, 5 tubdan o'zgarib ketadi. Ular hozirgi bizga juda ham tanish bo'lgan, to'rtburchakroq bo'lgan dizaynga ega bo'ladi. Va keyin ular birdaniga 6-7-8 larda yana yapaloq rejimga qaytishadi. To 11-modelgacha bu dizaynni davom ettirib, 12dan mana biz katta yangilik qildik. Yangi dizaynni qarshi oling deyshadi. Lekin vaholanki dizaynda katta o'zgarish yo'q edi. Chunki hatto bunaqa 3 tali kamera ham bundan oldingi Pro modellarda allaqachon paydo bo'lgan edi. Nima bu maynavorchilik? Apple. Mana lekin bitta juda ham yaxshi ish qilishgan, qaysi ma'noda? iPhone shu yili 12-modelni naq 4 versiyasini taqdim qilgan. Bu iPhone 12 mini, iPhone 12, 12 Pro va 12 Pro Max. Hali bunaqasi Apple tarixida bo'lmagan. O'rtalar aynan iPhone 12 prezentatsiyasi paytida iPhone'da endi MagSafe, ya'ni simsiz quvvatlash imkoniyati bor deyishgan. O'rtalar mana rostdan ham qurilma simsiz quvvatlanadi. Bu 100% haqiqat. Bu o'tgan voqealarni inobatga oladigan bo'lsa, Apple odamlarning emotsiyasi bilan o'ynashni juda ham yaxshi ko'radi. Bu narsani sevadi, o'ziga ikkinchi kasb qo'ygan. Gap shundaki, iPhone 9 chiqmaganida juda ham ko'plab obunachilar Apple qanaqadir irim-sirimlarga ishonadi. 9-raqam bu omadsiz raqam. O'shaning uchun ham iPhone'ning 13-seriyasi chiqmaydi. To'g'ridan-to'g'ri 14-seriyaga o'tib ketishadi deb taxmin qilishayotgan edi. Lekin mana senga
13 dedi. Mana senga 13 Pro dedi. Mana senga 13 mini dedi. Mana senga 13 Pro Max dedi. Qurilmani har qanaqa odam sezishi mumkin bo'lgan yengilliklari bu uni mana bu cho'lkasi kichrayganida bo'lgan. 11 da yoki 12 da u juda ham katta edi. Aynan 13-modeldan boshlab kichraygan. Undan tashqari bu smartfon 5G tarmog'ida ishlaydigan eng top qurilmalardan bittasi bo'lgan va kamera borasida u eng zo'r edi. Lekin aynan kamera borasida biz har doim 14 Pro ni tanlaymiz. Hattoki mana bu kameramiz ham 14 Pro. Nima shu 14 Pro o'rtoqlar. Juda ham qulay va zamonaviy ekran, super kuchli kamera, 48 megapiksel va cho'lka aynan shu qurilmadan boshlab birozgina pastroqqa yo'naltirilgan. Ya'ni mashtada turadi, xuddi sochga o'xshab. Lekin bu yoqda bu Dynamic Islandga aylangan. Island ya'ni shu orolcha degan ma'noda keladi. Lekin bilasizlarmi o'rtoqlar, iPhone 14 Pro ning eng zo'r sifati bu uni kamerasidagi stabilizatsiyasi hisoblanadi. Hozir sizlar bilan uni birgalikda sinab ko'ryapmiz. Mana so'nggi 2 yildagi trenddagi qurilmalarimiz iPhone 15 va iPhone 16 Pro haqida gaplashadigan bo'lsak, o'rtoqlar, biz bular haqida gaplashamiz. Chunki mana pastda hozir silka chiqadi, o'sha bo'yicha o'tsanglar, iPhone 15 va 16 ni o'zaro solishtirganmiz. Undan tashqari 16 haqida batafsil kontent ham tayyorlaganmiz. Bemalol o'tib, ko'rib, kiriklarni yozib qoldirib, qo'shimcha ma'lumotlarni bilib olishingiz mumkin. Ana endi o'rtoqlar, sizlar uchun maxsus sovg'amiz bor. Ushbu videoni tagiga kim ko'p like bossa, kim ko'p kommentariy yozsa, o'z fikrini yozib qoldirsa, eng zo'r fikr egasiga biz Smart Life kompaniyasi tomonidan maxsus sovg'amiz bor. U sizga juda ham yoqimli bo'ladi. Yaxshi sovg'amiz bor. Uni qo'lga olib, bemalol maza qilib ishlatib yurishingiz mumkin. Yetkazib berish bilan katta muammo bo'lmaydi, lekin beradigan sovg'amiz sizga yoqishi aniq. Sizlardan yaxshi fikrlarni kutib qolamiz. Sizlar bilan Smart Life bo'ldi va biz sizlarga har doim aqlli tanlov qilishda yordam beramiz. O'zingizlar ehtiyot qilinglar. iPhone qurilmalaridan sotib olinglar.